Oziq-ovqat xavfsizligi. Odamlar sog'lom bo'lishi uchun toza va foydali ovqatlardan iste'mol qilishlari lozim. Oziq-ovqat xavfsizligi – bu ovqatlarning toza, zararsiz va sog'liqqa foydali bo'lishini ta'minlashi demakdir. Har bir kishi, ayniqsa bolalar, iste'mol qiladigan ovqatning sifati yaxshi bo'lishi kerak. Bu narsaga yaxshigina e'tibor berilishi lozim. Ovqatni tayyorlashdan oldin va ovqatlanishdan oldin albatta qo'llaringizni sovunlab yuvishingiz kerak. Bu kasallik tarqatadigan mikroblardan himoya qiladi. Meva va sabzavotlarni iste'mol qilishdan oldin yaxshilab yuvishingiz lozim. Oziq-ovqatlar do'konda yoki bozorda sotib olinganda ularning yaroqlilik muddatiga qarash kerak. Agar mahsulot muddati o'tgan bo'lsa, uni iste'mol qilib bo'lmaydi. Shuningdek, idish shikastlangan, ochilib ketgan yoki hidlangan mahsulotlar bo'lsa, uni aslo xarid qilmasligingiz kerak. Uyda ovqatlarni to'g'ri saqlashni o'rganing. Masalan, go'sht, sut, yogurt kabi mahsulotlar sovutgichda saqlanadi. Non, meva va sabzavotlar esa toza joyda, quruq idishlarda turishi kerak. Agar biz ovqatni toza tayyorlasak, toza iste'mol qilsak va saqlash qoidalariga amal qilsak, kasalliklardan himoyalanamiz va sog'lom bo'lib o'samiz. Oziq-ovqat xavfsizligi bu har birimizning sog'lig'imiz uchun juda muhim.